Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanalining obunachilari. Mana bugun sanasiga 3-may 2025-yil Namangan viloyati Namangan tumani Olxamak qishlog'idamiz. Haqiqiy dehqondan zot uchun so'raganlarga 2 kurak, rost mana 24 oylik bo'lgan buqachamiz bor. Ishqibozlar bo'lsa sotiladi zot uchun. Oyoqlari ham haqiqiy istagan tuyoq, buni ko'ring. Orqa oyoqlari. Mana tumshuqlari oppoq, dog'pog'i yo'q. Tishi 2 tish, bo'ylari 1.40-45 plus minus. Endi o'lchanmadi-yu. Nechi bo'ylari aka buni? 150. Rostmana 150 a? 1,5 metr plus deyapti dehqon akamiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Aka buni yeb ichishi, oyoq-poyoq og'riq, kasal xusali yo'q, hamma joyi sog'lom. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Kelib, yeb ichishini ko'rib ketaverasizlar. Ichkarida hozir g'unajini ham ko'rsatib qamiz. O'shanga yaqinda qochirishibdi, bir oycha oldin qo'yishibdi. Molga oshishlari hamma joyi zo'r. Orqa nima deyapti, bu jonivor ko'ring. Orqa taraf ham pachka bo'lib ketibdi jonivor. Mana bellari ham tuxumni qo'yib qo'ysa filekasini o'rnaydigan bo'libdi. Haqiqiy toza originallardan. Zot uchun qidirib yurganlar bo'lsa, fermaga 100 ta 150 ta sigiri borlar. Aloqa chiqaverasizlar. Bu o'ta shikabidan ekan. Novasi jonivor qonni ham qolmabdi ekan, yo zo'r boqib qo'yibsiz lekin. Qorni ham tortilib, truba bo'lib qolibdi bu. Mana yeb ichishlari isboti mana oxirida hech narsa qolmagan. Soat 9 bo'ldi. Ke buni kiloga kelishasizmi yo turishiga aytasizmi narxini? Narxini ustida kelib kelishishlaradi. Narxini aytib qo'ymaysizmi? Buncha kami bor yo kiloga yo jivangiz turishiga. Qiziqqan odam kelib ko'rsa, kiloga ham, turishiga ham kelishimlaveradi. Kelib, yeb ichishini kelib ko'rasizlar kelib. Bemalol ustida ko'rib, ovqatini solib beradilar, yemini, hamma narsasini solib beradilar, yeb ichishini ustida ko'rasiz. Agar iloji bo'lsa, shu ozgina o't solganingizni yeb ichishlarini bitta ko'rsatib qo'yardik. Birorta kosada yem olib kelib tashab ko'ring-da. Bana hamma qiziqadi-da, katta buqa. Kichkina pul emas bu. Ya'ni yeb ichishlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Akalar, buqaga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu buqani beli ham, tepasi ham 1,5 metr bo'lgan. Buqa haqiqiy original zotga bop ekan. Ko'ring, oyoqlarini o'shim dahshat. Bunaqasi o'ta kamdan kam. Beli ham, gazi ham, novasi o'ta gazi uzun. To'qol, shoxboqi yo'q. Buni ko'ringlar, jonivor. Haqiqiy original. Odamga o'ta yuvosh, suzmaydi. Videoni uzganimiz yo'q, mana hozir dehqon akamiz uni yemni soldilar o'taralashtirib. Mana yeb ichishlarini ko'rsatyapmiz. Yeb ichishlari umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yeb ichishlari vobshe zo'r. Qiziqqanlar aloqa chiqaverasizlar akalar. Buqani orqa tarafini ko'rsatib qo'yamiz. Bu orqa taraf ham 1,5 metr oshiq. Ko'ring akalar, buqalar haqiqiy zot uchun olaman deganlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar tez. Bunaqalari kamdan kam. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolsinlar akalar. Shunaqa zo'r-zo'rlardan chiqarib turamiz. Zot uchun, zotga zot yo'nalish uchun qidirib yurganlar bo'lsa shoshilasizlar. Telefon nomerlarimiz sarlavhada bo'ladi.